Kasb-hunar o'rganish istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz hamda o'quv markazlari uchun muhim yangilik. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 20-avgustdagi 527-sonli davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarini jalb qilgan holda vaucher asosida kasb va xorijiy tillarga o'qitish tizimini joriy qilish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ishsiz va band bo'lmagan rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolar, shu jumladan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarning ishsiz a'zolari hududiy kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi orqali vaucher oladi. Vaucherga ta'rif beradigan bo'lsak, talabgorning kasb-hunar va xorijiy tillarga o'qish xarajatlarini qoplab berish imkonini beruvchi hujjatdir. E'tiborli jihati, fuqarolarni o'qitishda elektron reyestrga kiritilgan nodavlat ta'lim tashkilotlari ham ishtirok etishlari mumkin. Buning uchun siz ekosayz-mehnat.uz saytiga quyidagi hujjatlarni kiritasiz. Yuborilgan arizani mas'ullar 10 ish kunida o'rganib, talablarga mos keluvchi o'quv markazini ro'yxatga oladi. Shu bilan vaucher bor talabgorlar kasb-hunar va xorijiy tillarni bepul o'rgataverasiz. Vaucher egasining o'quv xarajatlarini esa hududiy kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan to'lab beriladi. Ha aytgancha, o'qish istagidagi fuqaro ta'lim tashkilotlarini o'zi mustaqil tanlaydi. Shoshiling, imkoniyatdan foydalaning.